ئاپشاركا پۇشتىگى ئاۋازسىز پۇشتەك. قىزچاق ھاياتلىق بەخش ئەتكۈچى پۇشتىگىڭنى چالغىن. Şujinning yolg'iz qizil yangzini birisi aldab yeb kechib ketdi. Shujin silang amroq ishda otini edib, yangzini izlab Yavko'dan bexaydovga, ondan meziga bordi. U yo'lda ming bir mushaqqatni tatgan bo'lsa-mu, yanala qotil degan badnomdan qutulmadi. Shujin Apsharkasiga taynib dashanda yangzini topdi. Ammo u yangzini aldab yeb kechib ketgan Sanji qatorliqlarga tutilib qoldi. Sanji qatorliqlar Shujin bilan o'zlariga osiylik qilgan doktor Payan ko'zini dengizga tashlab etdi. Bana yetişiğe, biliksiz kiyimle keldi. Siz şu çağda vaqıra. Sizce? Ben qo'rqdan qo'rq saqlab turamayman. Qirg'oqqa uzib boraman. Bunda qaramliq qilmang. Ben qizimni qutqizishim kerak. Men degan Leonning dadisi. Chojin! Meyz etrafidagi yo'llarda qarovullarni ko'paytirib o'tdik. Jiddiy holat kirib bo'ldi. Biroq hozirgacha hech qanday ahvol sezilmadi. Shujin xayim xatarga yo'liqib qolmagan bo'lsa bo'ladi. Men dashanda uning Apsharkasini ko'rdim. Tasodifiy ahvol bo'lmasa, u hargiz Apsharkasidan ayrilmaydi. Shujinga yangzini tepish uchun ati bo'lmasa bo'lmaydi. U yangzini topgandan keyin Yavko'dagiga o'xshash buzuqlarning qopqiniga tushib qolgan bo'lsa kerak. Rostila shunday bo'lsa, vaqtni ching tutib, Davgin Gangshanga xabar qilaylik. Butun soqchilar jiddiy tadbir qo'llansin. Özünüz yalğız, korkmamsınız. Hiç vakası yok. Bu yerden Jiyiçi'ye barıdığan dın tagi yirak mı? Şundak. Bir saat tekmanısınız. Siz dın tagi barmakçıldınız. Ben birisini izleyemem. Sizge köp rahmet. Hiç yok.
Sence bölüm başlığı Johnny'nin ciddi uqtirish. Ahvol jiddiy. Darhol keyingi harakat planini ijro qilingan. Nima guduqsiz? Ham qilishning hojati yo'q. Aşu qizni muxtir vasekla har qandaq dalil isbot tugaydi. Mumkin bo'lsa, hozirla. Çocuğum! 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 Biz hozir Reyichilikning tagiga yiqiyadi. men qizimni topmasam bo'lmaydi. Nima? Çocuğum! Çocuğum! Leonsu, Endi yaxshi bo'ldi. Oxiri hushingizga keldingiz. Bu yer doktorxona. Qizning pek o'rlab ketdi. ben qancha uzoq uxladim? 4 soatdek uxladingiz deyman. 4 soat. Qizning qirqi chiqdi. Sen meni qilmang. Yo'q, Siz hozir harakat qilsangiz o'lib qolasiz. ben Ashfar xotin bardigan yerini bilishim kerak. Eli qutqizish chemberiga Mishovanda yetilgan. Leonsu Ashfar xotin bo'lsalar, uning nega bardiganligini xabarsiz qolaman. Çocuğum, paraxotning nega bordiganligini so'raymiz. Turistan ish boshqarish o'rnidan. O'qidim. Men boray. Tavşir, Tavgin aylık sakçı dairəsinin telefonda ma'lum bo'lishicha, bugun etgan Reyti atrofidagi filmchilar dengizdan bir ayolni qutqizib olgan. U Mishovan degan xat yozilgan qutqizish chemberiga islab olgan ekan. Bu ayol yerlik o'xshamaydi ekan. Uning ustiga harakati gumonliq ekan. Shunga filmchilar sakçı ma'lum qilgan. Chorlig'uvchi mashina teping. Xo'p. Mishovan. Shanying dengiz transporti. Shanying dengiz transporti Tongpin sot kooperativining tarmog'i deyman. Ha. Vay bir ayol telefon berib. U shundoq degan. Bir ayol? Ha. U nima bilan so'rdi? Bordigan joyi va belgilangan vaqt qatorliqlarni. Dongjun talaffuzi sozildimi? Shundoq. Tushdan keyin soat 7da Shinqo'ga boramiz. Bugun kech 7da Shinqo'ga yetib boradi. Bilguramiz. Mush ahvolingiz bilan siz Agar Leonsuning xotirasi asli kelsa,
Onu öldürürdü. Bunu siz otan bilirsiniz. Eğer Liyang'ın hatırısı asli gelse. Liyang'ın hatırısı asli geldi. Lekin sen Rıza, bunu tehi bilmeydi. Ben Liyang'ı çekilip, hiç kim gidemem deyirdim. Tohuyla davalamadım. Məxsus doktoru körsətsə, şu anını bilib qaladıq. Liyang soğucanğı sağ-salamat yetib tağan bilən. Siz bir etvalardaki düşkep qarsınız. Oxşaşlı bir qabamamdı. Əmisi Liyang'ın kim qutquzdu. Siz yalğızlıq qıysız. Əgər saqçıları tayanmayılğan bolsunuz, mən üzünü saqçığı məlum qılımam. Saqçı? Saqçılar da dedim qılalıdır. Çocuğun! Bayan! Benim işimi qarlaşmam. Çocuğun! Liyang'ı! Mən köyünüzün kişilime. Lekin bunda konunuzun faydası yok. Hazıraqda mağın dikin bir gap ola. Siz Şinxuğa qandaq yetib baralaysız? Tömür yoldun öt. Şinxu bardığa aeroplan qolduraman. Çocuğun, mən siz bilen birli baray. Sizden ötünüp qalay. Sizden ötüney. Yardımını qabul qılın. Diyet asırıqsam olaylı. Liyang'ı her günü et degендin keşkiçi. Bu piştekni çalattı. Onun için bu avazsız piştekni çaldığandı deydi. Ben bu pişteknin Liyang'ını dadı sıra atı bilen bağlaydığanlığını bilgen çığımda. Kişilik dünyasıdaki samimi muhabbet. Qattiq ta'sirlandim. Kişilik muhabbetni hiç kim tatib olamaydı ekan. Bu avazsız piştek meni o'shimga keltirdi. Shu chaqda men nimbosi bo'lsin Liyang'ın dadısına quduq topshiray degan niyatga keldim. Liyang'ı. Bu piştekni daim çalamdı. Lekin benim kechikibdi. Sizdan hech nima. Dadam aslida Do'mpling savdo kooperativi tekshirish bo'limining boshlig'i. Men to'liq o'ttirining 3-yilligida o'qiyotgan vaqtimda dadam o'lib oldi. Shundan keyin shirkat bizga ko'p atibarchilik qildi. Do'mpling savdo kooperativining yordamida doktorlik fakultetini tugatdi. Biroq dadamni ziyonkashlikka uchragan o'xshaydi. Mushu ishga aralashib qolib, qandaqdir bir narsani sezgandek qilib qoldim. Burun shirkatdan hargiz gumonlanmaydim. Chunki minnatdordim. Do'mpling savdo kooperativi Liyang'ın hatırısını asli keltirish sharti bilan mava tijoratga yetkidek mablag' berishni va'da qilgan. Shu ben neri berisini o'ylamayli ma'qul bo'ptiman.
kim biladi oqibatda. To'g'ri so'da kooperativ bakmi qo'rqinchli ekan. Men o'zimni ma'lum qilib, jinoyatimni yuyib, dadamning o'lish sababini tekshirmoqchiman. Kechiring. Sizga hozir bu gapni tatdaginimning uning foydasi. Qanday? Yaxshi qoldingizmi? Yaxshi qoldim. Ama deginim bo'lgandi. Ati. Meni qandaqdi birga gap ketayotganligini ko'rgan bo'lsa, dash endi meni saqlab turgandi. Yoki o'z makoniga qaytish odati bo'yicha do'njin ketganda. Makoniga qaytish odati? Hayvonlarda makoniga qaytadigan odat bo'ladi. Biz oilamizga qaytganda ularni o'z makonlariga qaytadi. Qanday ketalaydi? Bilmayman. Lekin shunisi aniq. Do'njingning qaysi yo'llanishda ekanligini oti biladi. Bu yer bilan do'njingning orlig'i 700-800 kilometr keladi. U sog' salomat qaytib ketalarmi? Qachongacha saqlaymiz kina? Yo bizni tekshirmisa? Endi mangmasak ulgura olmaymiz. Biroq bu yerning shinqo xeyli bor. Hozir menga holatni ulgura olishimiz atayin. Qachayli? Qachayli? Koridorda bir post bor ekan. Meningcha qichib ketgan bo'ladi. Ammo Leon'un işini qutqizib qolmasak, keyin topolmay qolamiz. Hozir oti bu yerda yo'q. Leon'un ishimiz uchun bu eng oxirgi fursat. Soqchi, mening ishimni bilmaydi. Men soqchiga meni avval chiqarib yeting deb baqay.
Mening başlık muhim gepim batdı. Aldırmang. Mecunaylik sakçı darısının alakadar xadim kelçe taqat qıp durun. Ma'qul. Şoşi. Ben sizin kovlamakçı. Yolum to'siman. Chojin. Ular shinqo'g'i emas, balki Xinbinga borgan bo'lib qoldi. Xinbinga? Ha. Jiddiy tadbirlarni o'rlashtirib qo'ydik. Dengiz amonligi nazoratining chorlig'uchi parxodlari Piristonda tinch ib bordi. Aniqlandimi? Qotil degan gumon. Rostil aniqlandimi? Saqchilarning savaligi uchun biz noma'qul. Biroq bundan keyin Sanjira bilan yolg'iz ilishiman demang. Saqchilar harakatga keldi. Biz imkoniyatning bericha sizni tezdan tepib bu xabarni sizga aytmoqchi edik. Bundan boshqa Sanjilarning ketgan tarafini bilmasdik. Shunga tosh yo'l yaqinlarida jiddiy qo'llanish tadbirlari kuchaytirildi. Meshavarning Xinbinga borgan vaqti Oldin belgilangan vaqti degan soat 8. xato emasdi. Ha. Ahvol yana o'zgarishi mumkin. Lekin nimali bo'lmasin, Xinbinga boraylik. Siz Fayan ko'zi bo'lamsiz. Dongpeng Soda Kooperativi Liangzini davolash uchun tanlagan doktor siz bo'lasizmi deyman. Men Chojinni Xinbinga apirib qo'yib. Andan o'zimni ma'lum qilmoqchi edim. Mana endi Chojin saqchilar yordamlashadigan bo'pti. Emese. Mening sizni qo'lga elish huquqim yo'q. Sizning ishingizni bu yerdagi oqtirish bo'limidagilar bir taraf qiladi. Chojin. Liangzi jazman qutqizib olindi. Sizga baxt tilayman. Fayan. Rahmat sizga. Men Daşende atini ko'rdim. Atini? He. Atini ko'rgandan keyin sizni Sanjilar tutib ketgan o'xshaydi deb o'yladim. Ati u sog'mikan? He. Men uni mashinangiz to'xtagan heliqi joyda uchratdim. Keyin uning nima ketganligini bilmadim. Atining ishini Daşendagi oqtirish bo'limdagilarga topshirib edim. Lekin hech narsa topolmadim. Ati tashlab ketganligim uchun meni kechir. Do'ngjinga cho'qim sog'-salomat bag'in. Liangzi ishkimizni kutgin.
Sen belki ürkekten de kılıysan bu. Tetigrek bol ha? Hop. Kanda. Emmini belirleyeceğim plan boş kıldırlar mı? Eski plan boyunca hıl köşeni kimin yetkelip odul hımbınık geldik. Elçikanı xadımının öldürülüş vakasını tekşiriş üçün köplügen taş kışla saksız çıkırıldı. Nişan bizden kooperatifki merkezleşkende kılıdı. Muşunun üçün yana bir monçu tınıt koçulaşı kısilindi. Ahvalımız xeyli çatak. Kılçakның xatirsi texçi esli kemmidi. Hakikaten Qarğanda aldırmasak bu gidek. Top bilen qayerda davalaymiz davatsız. Bunu ma? Top bilen davalaşını qola davalaymiz. Biroq saqchilar aşıq kirishib ketdi. Qandaq? Chet elga chiqib bir mezgil turib kelalamsiz? Chet elga? U yerda top bilen davalıqlı bo'ladi. Ben oylab baktım. Kızcaqның xatirisini əsli keltirish nəhayət mühim. Lekin işinlardan çataq çıksa, həmmədən quruq qalımız. Bundaqda nəg varmız? Kalmanlırodagi balbajğa. Bu yerda turishli doimiy vakilimiz Güvengin silahni taqqa opirib qo'yishga qo'shildi. Xalqaro jinoiy ishlar organlari u yerga ancha diqqat qilmaydi. Bir soatdan keyin To'piqning transportining Sarobiya nomli paraxoti Sen Şapristan'dan Balbajga qarab yo'lga chiqdi. Sizlar shu paraxotga chiqsizlar. Emsa Fayangoyzi Gansen Çemmizli saqchi mahkamasiga o'zini ma'lum qildi. Sizlar zaten ne ish qildinglar? Yalnızlar sizlarning qizni olib qochgan jinoyatchi ekanliklarini uqdi. Sizlar nega borsanglar, u shu yerda undi. Onun üstüge Fayangoyzi asilik kıldı. Şunun qarğanda çoğun silang tek hayat. Sence sen Kalmanlıroğu bağın. Eğer Fayangoyzi xıraqıp qalsa, sana teximi faydasız boladı. Sen Yapuniyada turammaysan. Başlı. Ben şirketini dep adam hep kaçtım. Adem öldürdüm. Deslepte. Bundak demegentiniz. Kalman ruhu var sen demegentiniz. Siz bundak demegentiniz bu. Sen vazifeni orunlamadın. İşini mürekkepleştirmedin. Biz sana çocuğun yalnızlığı cimmede aldak etken. Onun xatirisini əsli keltirip lentinin nerligini eniqlap çıkın degen. Bu adli iş bu. Ama senin nayrağlarını yalnızında tutuyup kaldı. Vaziyetini oğuşayman dep, kayni-kaynidan bir monca ahmiqan işlerini kıldın. Sen hatalığına tembemey, mesuliyetini şirketke atıp atsan. Senin kasapısında şirket paspalat küçüp kaldı. Seni Kalmanlıroğa evetiş, şirketimizden sana kösetken en çok tırışçalığı. Rasmı? Yalnız şey ediken? Ben şu tapta Pristan'a yetip geldim. Sakçılar parkotku çıktı boğay. Şunzu.
Ben bugün çokum Leğeniz'in hep öykü kaytımen. Siz öykü saklan. Arası Leğeniz'e tukum tırmalı kıttırım. Çoğrap olsun. Çoğuşu. Leğeniz nerede? Leğeniz nerede? Kim buldunuz çocuğum? Keçikrak bulun. Siz hergiz meyiflenmem. Leğeniz'in deli özü. Leğeniz'in püştügü mü? Bu piyade neymiş kılıdı? Çoğuşu. Karan, zincirim üzülmekti. Leğeniz'in. Leğeniz bu püştekini herkes yokutup koymaydı. Bunu o buya koyup koygan. Leğeniz'i. Daha cirak yerge ep getirse. Püştekini asqatmaydıqanlığını duygan. Şoňa. Leğeniz bunu. Çetlerge. Derhal Pırıstan'a baraylı. Sen Şapırstan etrafıda mı? He. U parxod yuqaşlaş üçün bir yerde 3 gün toplap, tünügen saat 23'te Pırıstan'dan çıkıp ketdi. O Sarubiya namlıq parxod. Dompong Sot Kooperatifinin transport parxodi. Dompong transport parxodi? Qaya ketdi. Kalmanurudki balvatçıga. Kalmanurudki? Rahmet. Deniz amallığı nazartını iş kısasa, meyli nagili basın, hiç putlanmaydı.
Saroyga nomli parxod bizning signalimizga pisand qilmaydi. Dengizga boshqa parxodlar bilan aloqalashishni rad qildi. Bu parxodning o'rni shimoliy kenglik 31 gradus 62 minut, sharqiy kenglik 138 gradus 54 minutda. Niyodarning shimolida 95 dengiz milkiligiga yetdi. Charlığıç parxodlarcha. Sempo nomli charlığıcı parxod shimoliy kenglik 34 gradus 37 minut, sharqiy kenglik 140 gradus 25 minutda. Charlığıcı parxodlar shu yerda charlashib berib o'tadi. Sempo namlıq parxodga tilgiran biram. Saqchi nazoratining amaldori bilan qizchaqning dalsa parxodga chiqdi. İki uchar aeroplan ulan apirib qo'ydi. Uçarga signal verilsin. Uçarga signal verilsin. Aldığımız sentonallık parxod. Paraxod sürüsü pasaytilsin. Paraxod sürüsü pasaytilsin. Paraxod to'xtatilsin. Paraxod to'xtatilsin. Arkadaşlar öz o'rninglarga beringlar. Ben safçı nazareti taşkışlar bölümdeki şavşı. Sizi avar kıldım. Ben çocuğlarınızdan dadısı. Atıdarçılık kagaysız. Ben paraxod kaptanı Sunca. Paraxodumuzun hazırkı orni. Ben sizlerge şimali, şarkı kenglik manç gradusligini bilasizlar çölmeysizler. Qana bu yoqqa kelinglar. Bizning paraxodimiz mana bu yerda. Sarobiya nomli paraxod mana bu yerda. Ular Kalimanrodagi Balvajdan chiqib, Balabak eg'izdan o'tib, Filipinning Bekso'g'i boramdi. Dahi aniq emas. Ular aloqalish apparatimiz buzilib qoldi deb bizning signalimizga pisand qilmayotdi. Bu gapcha ular charlig'uchi parxodning o'zini qo'llab kelayotganligini sezib qolgan o'xshamamdi. Shundoq. Sarobiya nomli parxod Filipin dengiz tavalligiga kirib ketsa, ish chatoq bo'ladi. Sizlarmi bilasizlar? Har qaysi ellarning o'z dengiz tavalligiga qarata huquqi bo'ladi. Xalqaro qonun odatda savdo parxodlarining dengiz tavalligiga kirishiga yo'l qo'yadi. Lekin charlig'uchi parxodlarga yo'l qo'ymaydi. Charlig'uchi parxod
Deniz təvəlligiga kirəməmdi. Deniz təvəlligiga kirish shu davlatning egilik huquqiga daxl taruz qilish bilan barobar. Zarbaga uchirishimizda gap yo'q. Nima bo'lsa, Sarobiyani Filippinning deniz təvəllisiga kirgicha to'sala olsak bo'ladi. Sarobiyaning hozirgi surati soatiga 11 deniz milli. Bizning suratimiz soatiga 21 deniz milli. Mana shu suratni saqlab qolsak, Filippin deniz təvəllisiga yetib qolguncha ularni to'sala olamiz. Qaysi vaqtda to'g'ri keladi? 4-cü günü tushdan keyin 9'lar. Angıcı tayyorgarlik bilan kutib turing. Biroq sizlar tutib ketyapsizlar-ku deyman. Sizning ismingiz Cho'jimi? Ha. Qizingiz 5 yoshda, shundaqmi? Shundaq. Mening balam yo'q. Men mashundaq bo'ytaq o'tib ketayman. Bala degan to'lama yaqinlik bo'ladi. Men jazman butun kuchim bilan qizingizni qutuldiraman. Siz xotirjam bo'ling. Rahmat sizga. Mush parxotda otimi bo'lgan bo'lsa, yangzini billi izlab yetkish jafo chekdi. U hozir nadidir?